Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. Görüb atqanınla Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının haftalik xəbərlər proqramısı. Məzkur proqramımızda ötən bir həftə cərəyanında yüz bergan Uyğurlarga əlaqədar mühim vaqealardan məlumat berimiz. Mən Erkin. Türkiye saqçı tərəfinin 6 gündən bu yana İstanbuldakı Reyno keçilik klubunu qanğa boyagan terrorchini tutuş üçün ciddi hərəkət edib beriyotqanlığı məlum. Halbuki Türkiye taratqolları terrorchinin kimligi haqida turli qiyoslarni o'tirg'i chiqargan bo'lib, uning Dag'istonlik musulmon yoki O'rta Osiyalik o'zbek yoki qirg'iz va yoki uyg'ur bo'lish mumkinchiligini ilgari surgan. 5 yanvar kuni Turkiyaning muavin bosh ministri Veys Qaynoq terrorchining uyg'ur bo'lish ehtimolligining yuqori ekanligini bildirgan. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Rabiya Qadir xonim Facebook orqali bayonot e'lon qilib, agar bu la'nati terrorchi uyg'ur bo'lgan taqdirdami, uning ruhiyati bizdan emas dedi. Bosh shtabi Qaysaridagi Sharq Turkiston madaniyat hamkorlik jamiyatining raisi Seyit Tömtirek apandi bo'lsa, Turkiyadagi bir qism taratqularning to'liq pakt bo'lmagan ahvolda terrorchining kimligini qasddan uyg'urlarga bog'layotganligiga qarshi norozilik bayonot e'lon qildi. Qarqash Naylik partikumga avtomobillik hujum qilish vaqasi Xitoyning Uyg'ur diyorida yurgizayotgan yuqori besimliq siyosatining og'ir oqibatlarga sababchi bo'layotganligini ko'rsatmoqda. Radiomizning mazkur voqeaning tafsiloti haqidagi aniqlashlari davomida AKFK hujum gumondorlaridan aksiya To'xtamamad Tursunniyozning ilgari haqsiz holda 1 yil qamoqda yotganligi, Enisiya Nurmamad Tursunniyozning 2 oy avval pasporti tortib olinganligi ma'lum bo'ldi. Yana bir gumondor Abdulatif Matqurbonning navri singlisi Raila Davudning qattiq zarba berish to'lqinida 7 yil qamoqqa kesilganligi oshkorlandi. Xitoy hukumatining Uyg'ur diyorida yurgizayotgan diniy cheklamaları va otizmni kuchab tashviq qilishi dunyodagi inson haqlari tashkilotlari va faoliyatchilarining kuchli tanqidiga duch kelmoqda. Egallanishicha, Uyg'ur elidagi hukumat xizmatchilarining diniy e'tiqod masalasida qattiq besimga duch kelayotganligi ma'lum. Xotan viloyatlik jamoat xavfsizlik idorasi siyosiy boshqarmasining bir xodimi radiomiz ziyoratini qabul qilganda, hukumatning maoshini olayotgan har qanday xizmatchining nopos daftaridagi diniy e'tiqodi degan katakchiga islom deb yozishiga bo'lmaydi degan. Muajiratga Uyg'ur kuzatuvchilaridan Mehmet To'xtapandi bu haqda inkas qaytirib, bu Xitoyning Uyg'ur diyorida ilib berayotgan dinsizlashtirish siyosatining bir ifodasi deb ko'rsatdi. Xitoy hukumati ishni chivitishga boshlagan 1980-yillardan buyon Tungallar bilan Uyg'urlarga farqli ikki xil diniy siyosat yurgizib, Tungallarning islom dunyosi bilan bo'lgan munosabatiga keng yo'l ochib bergan edi. Halbuki islom dunyosining Tungallar orasida ta'sirining borgan sari kuchayib berayotganligi Xitoy doiralarini beorom qilishga boshlagan. Egallanishicha, doiralar yaqinda Ningxia Tungan avtonom rayonida islom dinining arablashishini cheklash harakati boshlagan. Uyg'ur analizchilardan doktor Qahar Barat apandi bu haqda fikr bayon qilib, Xitoyning Uyg'ur elidagi qattiq diniy kontrollik siyosatining Tungan rayonlarga kengayotganligini bildirdi. Chinchuango Uyg'ur avtonom rayoniga partikum sekretari bo'lib tayinlangandan buyon uning zo'r kuch bilan atalmish qo'shmaq tuqqan tashviqotini elib berayotganligi ma'lum. Uyg'urcha va Xitoycha undidor to'plaridagi munoziralarda ma'lum bo'lishicha, mayli Xitoy hukumat kadrlari bo'lsin yoki Uyg'ur kadrlar bo'lsin, qo'shmaq tuqqan bo'lish siyosati seliqining kishilarga qulaysizlik va besim elib kelganligini kinoyalik so'zlar bilan tanqidlagan. Bu haqda hatto oshkora norozilik inkoslari paydo bo'lgan. Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Elshad Hasan apandi bu haqda inkas qaytirib, siyosiy maqsad uchun yo'lga qo'yilgan bu xil sunniy tuqqandochilikning rayonda inoqlik emas, aksincha to'qinish paydo qilganligini ta'kidladi. G'arb dunyosida, jumladan Yevropa ellari bilan Turkiyada yashayotgan Uyg'ur jamoati yaqinqi yarim asrdan ko'proq jarayonda tadrijiy holda shakllanish, ko'payish va o'z oldiga jamoat bo'lib uyushish tarixini boshdan kechirdi. Muhaciratga Uyg'ur sarxillari chet ellarda istiqomat qilayotgan Uyg'ur jamoatining o'tmish va bugungi kunda o'tayotgan og'ir badallarining amaliyot ularning kelajagi uchun silingan mustahkam yo'l bo'lib qolganligini ta'kidlamoqda. Muhaciratga Uyg'ur sarxillaridan Gollandiyada o'ltirishliq Aysa Saud Qorim bilan yaqinda vafot bo'lgan diniy ulamo Abdulkimxon Maqsumaji bu haqda dodillik bilan fikr bayon qilgan edi. Möhtərəm televizor görgüçülər, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının haftalik xəbərlər proqramısını gördüңlər. Kelər həftə görüşkücə aman bulunlar. Xeyri xoş.